kitobni yozayotgan chig'imda bir qatim taklifga binoan Chicago universitetiga berib nutq so'zladim. Men maktab mudiri Robert Maynard Hastens'dan nemishqa g'am andisha qilishni bilmaysiz deb so'rsam, u men Sears shirkatining marhum bosh direktori Julius Rosvartning agar sen bir dona limon topgan bo'lsang, uni ezib, shirnisini ish degan nasihatini boshdan oxir esimda tutib keldim deb javob berdi. Faqat ulug' pedagoglar bu nuqtani amalga oshira oladi. Holbuki chakana odamlar dal buning aksiga ish tutadi. Agar ular taqdirning ularga ato qilgani orin bir dona limonkan deb his qilsa, tugashdim. Meni nasbasdi. Istiqbolimdan umid qolmadi deydi. Bu dunyoni qog'ashga boshlaydi. Kun bo'yi o'zi bilan o'zi hasrat chekib yuradi. Holbuki agar aqlliq odam taqdir o'ziga ato qilgan bu ochiq limonni qo'liga oladigan bo'lsa, men baxtsizlikdan nimalarni qabul qilishim kerak? Bu qiyin sharoitni qandoq o'zgartirishim kerak? Uningdan limon sharbati ololmasmanmi deb o'ziga savol qo'ydi. Ulug' psixolog Alfred Adel insonlarga hayron qolarlik yoshirin kuch ustida umr bo'yi to'liq tadqiqot olib borgan. Bu odamning eng zo'r aloyidligi ularning foydasiz ishni foydali ishga aylantira oladigan bir xil sehriy kuchga ega ekanligida deb qaragan. Men ko'pchilikka intayin qiziqarli va ta'sirli bir hikoyani so'zlab beray. Bu hikoyani menga bir tanishim so'zlab bergan edi. Uning ismi Sarma Thompson bo'lib, Nyu-York shahrining Morset ko'chasi 100-nomerli qo'rida turdi. U ayol mundaq degan edi. Urush mezgilida erim turishli qo'shin New-Mexico shtatining Moyao qumliqidagi Maniver kasarmasida turadi. Qo'shin bilan birlashtirgan oila tavobatlar sifatida men uning bilan birga edim. Men unda qoqish tekkan yerdan bezor edim. Umrimga kelib bunday baxtsizlik his qilmagan edim. Erim buyruq bo'yicha qumliqqa Maniver o'tkazishga ketsa, men noiloj oshu kichik chidirda qolatdim. Havo temperaturasi 52 Selsiy gradusga chiqadi. Mundashqidek birma odam topqili bo'lmaydi. Chunki bu yerdagi Meksikaliklar bilan indiyalar ingliz tilini bilmaydi. Bu yerning klimati issiq bo'lib qolmasdan, balki bo'rinimi bek qattiq chiqadi. Yemekliklarimni hamisha qum qoplab ketadi. Hatto men nafaslanadigan havomi butunlay qum edi-da. Men cheksiz azob his qildim. Boshda bu yerga kamsan bo'lib ketgan deb qattiq pushaymon qildim. Ota-onamga xat yozib, darhol qaytib ketmoqchi bo'layotganligimni aytdim. Bu yerda 1 minutmi turg'im kelmayotganligini, turmada yotgandimmi bakrak beyoram bo'layotganligimni aytdim. Dadamning menga yozgan javob xati oran 2 qur edi. U 2 qur xat turmushimni uzil-kesil o'zgartdi. Uni umr bo'yi unutib qolmayman. Ömür pencere keynida 2 mahbus, biri bakar yulduzga, biri ko'chadagi batqoqqa. Bu 2 misra she'rini ko'p qaytim qayta o'qib chiqdim. Haqiqatan xijil bo'lib, nachar muhitdan tirishib, yaxshi narsalarni qabul qilish qaroriga keldim. Men nur chaqnab turgan yulduzga nazar silishim kerakki, yerdagi batqoqqa tikilib qaramasligim kerak. Men bu yerga yerlik aholilar bilan berish-kelish qilishga boshladim. Ularning do'stona pozitsiyasi meni hayron qoldirdi. Ularning to'qilma buyumlari va farfor buyumlariga intayin qiziqadiganligimni ifodalaganimda, ular o'zlarining eng yaxshi ko'radigan narsalarini menga taqdim qilishdi. Bu narsalarni sayli sayohatchilar yuqori bahodami setib ololmaydi. Men bu yerning izzatli guli bo'lgan rapidi gul bilan yukka gulini tadqiq qildim. Qora quyruqliq o'tloq itining qanday hayvon ekanligini tushundim. Qumliqda quyosh potganini ko'rdim. Qumliqga sadaflarni yig'dim. Bu sadaf qoplari bundan necha million yil ilgari bu joyning bepoyon dengiz ekanligini to'liq isbotlab beradi. Oh, Dali, mana qarang. Men nemancha zo'r o'zgarish yasadim-a? Mo'yov qumliqi o'zgarmadi. Indiyalarmi o'zgarmadi. O'zgargani faqat menla bo'ldim. Oldi bilan mening ideyam bo'ldi. Men ilgari azob biladigan ahvollarimni kishining qalbini hayajonlantiradigan tavakkulchilikka o'zgartdim. Shundaq
bu yangi dunyoning shundoq sirliq, shundoq jalb qilish kuchiga ega ekanligini his qildim. U mening qo'limga qalam elib, bularning hammasini qog'ozga putib chiqishimga haydakchi bo'ldi. Bu keyingi chog'larda Yo'riq yo'l degan nom bilan e'lon qilingan ilk romanim edi. Shunday xonim. Sarma Thompson. Siz Isa alayhisalom dunyoga kelishdan 500 yil ilgari yo'nalliqla tonib ketgan yaxshi ishqi ko'chilik ko'p degan haqiqatni tonib ketdingiz. 20-asrda o'tgan Harry Emerson Fosdick bu haqiqatni yana o'z so'ziga aylantirib qayta shariklagan. Vaqt oldi bilan bahramon bo'lish deganlik emas, balki muvaffaqiyat qozonish demakdir. Shundoq. Vaqt deganimiz qiyinchiliklarni yengib, muvaffaqiyat qozongan chog'dagi g'alaba tuyg'usi va limonning shirnisini olgan chog'dagi iftixorlik tuyg'usidir. Florida shtatida dehqonchilik maydonining bir nafar baxtli xo'jayinini ziyorat qilgan edim. U limonni ezib, shirni ilishni biladigan odam ekan. U bu dehqonchilik maydonini o'tkazib olgan dastlabki chog'larda ko'ngli intayin yerim bo'lgan ekan. Hech nima o'lmaydigan bu yerga mevelik daraxt ko'chiti tikkilimi, bug'doy terg'ilimi bo'lmaydi ekan. Hamma yerni chatqal bilan shaldiroq quyruqchidan qoplab ketgan ekan. Bu chog'da u mushu yerdagi bu shaldiroq quyruqchilardan foydalanib, o'ziga boylik yoritib, passiv omilni aktiv omilga aylantirishning bir yaxshi chorasini o'ylab topgan. U yangilik yoritib yilon konservasi yasashga tutish qilgan. Bundan bir qancha yil ilgari uni ziyorat qilish uchun dehqonchilik maydoniga borganimda nurg'un sayohatchilarning u yerga bas-bas bilan kelib turayotganligini ko'rdim. Aytishlarga qaraganda har yili 20-30 ming odam keladi ekan. Uning dehqonchilik maydoni toza ro'naq tepibdi. Men zaharlik yilonning tishidan siqib olgan zaharlik suyuqlikning tajribaxonaga qandoq opirilganligi, ondan u yerda qandoq pishiqlab ishlanib, antitoksin tayyorlanganligini ko'rdim. Kishilarning shaldiroq quyruqchilarning terisini qimmat bahoda setib olib, ayolcha batinka va qo'l sumkasi ishlayotganligini ko'rdim. Men yana bu yilon konservalarini dunyoning har qaysi joylariga qandoq yo'tkab olib, xaridorlarni ta'min ettirganligini ko'rdim. Bu dehqonchilik maydoni to'g'risida ishlangan ot kirpkidan birini setib olib, kentning pochtxonasidan uyga avatib etdim. Bu men mangu qadrlab saqlaydigan ot kirpki. Onunğa ochiq mevani tatlı shirniga aylantirishni biladigan odamga chin dilimdan urg'ib chiqqan hurmatimsinki. Men nurg'un joylarda ko'p qitim sayli sayohatda bo'ldim. Bormagan yerim yo'q desam bo'ladi. Foydasiz omilni foydali omilga aylantira oladigan sirli kuchga ega nurg'un kishilar bilan baxtlik uchrashdim. Iloqqa qarshi chiqqan 12 odam degan kitobning avtori William Bolto mundaq deydi. Turmushdagi eng muhim narsa muvaffaqiyat qozonish davomida naf elish emas. Bu hatto saranglarning qo'lidan keladi. Balki qandoq qilib foydasiz omilni foydali omilga aylantirish. U aql, farosat va qobiliyatga muhtoj. Shunga u aqllilar bilan ahmoqlarning tub farqi bo'lib hisoblanadi. Bu so'zni Bolto bir ketimlik poyez hodisasida bir putidan ayrilib qolgandan keyin qilgan. Men yana bir odam bilan tanishiman. U ikkala putidan ayrilib qolgan bo'lsa-mu, yanala foydasiz omillarni foydali omillarga aylantira oladigan sehriy kuchga ega. Uning ismi Ben Firston. Men uning bilan Georgiya shtatining Atlanta shahridagi bir restoranning liftida tanishib qolgan. Liftga chiqibla liftning bo'lumidagi chaqliq o'rindiqda o'ldirgan bu odamga ko'zim tushdi. U noyda tetik ko'rinadi. Lift u turadigan qavatga kelib to'xtaganda, u chaqliq o'rindiqni qo'lida ishtirib chiqib ketish uchun yo'l bo'shatib berishini do'stona holda o'tinib po'sh dedi. Gap qilayotganda chiroyidan kulgi yig'ib turadi. Liftdan chiqib yotig'imga qaytib kelgandan keyin boya uchratgan heliqim majruh yanala kollamga kirib oldi. Uning yotoq nomerini boshqalardan izlab so'rab tepib, uni yo'qlab bordim hamda o'zining sarguzashtlarini so'zlab berishni o'tindim. Bu hodisa bundan 20 yil ilgari yuz bergan.
deb gap boshladi u ochiq chiroy bilan. Olma daraxtlariga diyek qilish uchun yong'oq daraxining shoxlarini kesib kelishga avtomobilimni haydab borgan edi. Qaytib kelib o'tib, avtomobil bir do'qmishdan tez buralganda bir tal shox tushib ketib, rolni qisib olg'ashqa avtomobil ag'darilib ketdi. Men kabinkadan silkinib chiqib, bir tup cho'ng daraxtga urilib ketdim. Umurtqam og'ir zaxmlangan ekan. Ikki putimni polish bo'lib qoldi. Bu hodisa yuz bergan chog'da Aron 24 yoshga kirgan edi. Shundan e'tiboran ikki putimdan ayrildi. Amdali 24 yoshga kirgan bir odamni taqdir umr bo'yi choqliq o'rindiqqa mahkum qilgan edi. Men uningdan bu baxtsizlikka qanday qilib bardashlik berganligini so'radim. U amaliyotda dastlabda men qaysarlik qilolmadim deb javob berdi. U o'zining baxtsiz sarguzashtlaridan g'azablangan. Uningga qarshilik ko'rsatgan, uni tillagan. Vaqtning o'tishiga agishib, u bunday qilishning o'ziga texmi cho'nqur azob uqubatlarni olib keladiganligini bora-bora his qilgan. Boshqalarning menga ashundoq do'stona muomala qilayotganligini ko'rib turibman. Menmi hech bo'lmaganda ularga do'stona pozitsiya bilan javob qaytarishim kerak deb his qildi. Shunga burunqidan xushal yuradigan bo'ldi. Deydi Ben Fraston. Men uningdan shuncha yillar o'tibdi. O'sha qitimqi baxtsiz voqeani yana o'zingizga bo'lgan bir xil rahimsiz zarba deb bilamsiz deb so'radim. U qilchi ishkilanmasilla yo'q deb javob berdi. Ondan qo'shimcha qilib mundoq dedi. Hozir uni dexe bir yaxshi ish bo'lib ekan deb his qilaman. U dastlabki chog'lardagi azob va g'azab nafratdan o'zini besib olgandan keyin o'zining so'zi bo'yicha aytganda bir xil yangi hayotni boshlagan. U dastlabda kitob o'qishga kirishgan hamda bora-bora adabiyotga havas qilgan. 14 yil ichida u hech bo'lmaganda 14 ming poch kitob o'qigan. Bu kitoblar uning nazar doirasini ichib turmushining mazmunini intayin betgan. U muzikadan lazzat olishga boshlagan. Bo'libmi cho'ng tipli simfoniyalarga qiziqib qolgan. Halbuki ilgari u mundaq musiqalarni eng lazzati yo'q deb his qilgan ekan. Uning hayotidagi eng zo'r o'zgarish uning masalalar ustida fikr qilishga vaqti bo'lganligi edi. U mundaq deydi. Shuningdek keyin men dunyoni inchki kuzatishga, shaylarning haqiqiy qimmatini astoydil tahlil qilishga boshladim. Men ilgari paydo bo'lgan nurg'un narsalarning amaliyotda qilcha ahamiyatsiz narsalar ekanligini tadrijiy tushunib ketdim. Kitob o'qish orqali u tadrijiy holda siyosiyga qiziqib qolgan. El-jamoat ko'ngil bo'ladigan masalalar ustida tadqiq qilishga kirishgan hamda choqliq o'rindiqda o'ltirib hamma yerda nutq so'zlagan. Nurg'un kishilar bilan tanishib, o'zini tadrijiy holda jamiyatdagi atoqli kishiga aylangan. Choqliq o'rindiqda o'ltiradigan Ben Fraston hozir Jorjiya shtatida ministr bo'lib qoldi. Men Nyu-Yorkda 35 yil cho'nglar ma'rifi bilan shug'ullandim. Bu jarayonda shuni bayqadimki, nurg'un cho'ng kishilar yetarli maktab tarbiyasi ko'rmaganligidan pushaymon qilar ekan. Ular oliy ma'rif tarbiyasi ko'rmaganligini o'zlarining umr bo'yi afsuslanadigan ishi deydi ekan. Men ko'p hollarda bu cho'ng o'quvchilarga bir mashhur arbobning hikoyasini so'zlab berdim. Bu odam hatto boshlang'ich maktabdami o'qib boqmagan. Kichkidilla noyda namoratchilikda o'tgan. Dodisi o'lib ketganda hatto meyit sandig'i setib oladigan pulni og'inlardan qarz olgan. Butun oilaning ig'ir yukini ustiga olgan onasi kunlik zavodida har kuni 10 soatlab ishlagan. Ishdan tushgandan keyin ba'zi ishlarni uyiga olg'ashib, har kuni kech soat 11 gacha ishlagan. Namrat oilada cho'ng bo'lgan bu bola keyin ularning
cherkov klubi qurgan bir ishdan sirtqi teatr o'mikiga qiziqqan. Teatr o'mikining o'yin qo'yishiga qatnashib, jamoat so'rinlarida so'zlash iqtidorini yetildirgan. Keyin u yana siyosiyga qiziqib qolgan. U 30 yoshga kirganda Nyu-York shaharlik parlamentining a'zoligiga saylangan. Lekin u tuyuqsiz kelib qolgan bundoq muhim vazifadan intayin tashvishlangan. U o'zining bu muhim vazifaga tayinlanib nima ishlarni qiladiganligini zodi bilmaydiganligini ochiq ko'ngillik bilan e'tirof qilgan. U uzun, murakkab, o'zi kesim chiqarishga to'g'ri keladigan hujjatlar ustida inchki o'ylangan. Biroq har qancha qismi hech nimani tushunmagan. U o'rmonchilik komitetida ishlashga saylangan. Lekin u o'rmonlikqa zodini berib boqmagan ekan. Shunga buningdan xabarsiz ekanligini his qilgan va beyoram bo'lgan. Uni texmi beyoram qilgani o'zi hatto bankida hisob nomerimi yo'q bir odam turg'uliq davlat banki komitetining a'zosi bo'lib qolganligi bo'lgan. Keyin u aslab haqiqatan xizmatdan iste'fo bermoqchi bo'lganligini, biroq yana bu ahvollarni onasiga aytishdan qo'rqqanligini aytdi. Ilojsiz qolgan ahvol ostida u qat'iy niyatga kelib tirishib o'rgangan. Shundan e'tiboran u har kuni 16 soat ishlagan. U o'zining bilimsizligini tugutib, bilim olishga bel bog'lagan hamda uni haqiqatan amalga oshirgan. U bir yerlik siyosatchidan tadrijiy holda Amerika bo'yicha otoliq arbobga aylangan. Hatto Nyu-York vaqt geziti aytgandek, olqishga sazovor Nyu-York shahar boshlig'i degan shuhratga erishgan. Men davatgan bu odam Oyir Simis bo'ladi. Simis jafoga chidab tirishib 10 yil o'rgangandan keyin Nyu-York shtatida hukumat masalalarini hal qilish bo'yicha eng yuqori nufuzga ega odam bo'lib qolgan. U 4 qatim Nyu-York shtatining boshliqiga saylangan. Bu amaliyotda uningga berilgan misli ko'rilmagan oliy mukofot edi. 1928-yili u Demokratchilar partiyasi tarafidan Zongtung saylimi nomzodligiga ko'rsatilgan. 6 universitet, jumladan Donliq Kolumbiya universiteti va Harvard universiteti, hatto boshlang'ich maktabning darvozasidan kirib boqmagan bu odamga tahriy doktorlik ilmiy unvoni bergan. Oyir Simis, agar obyektiv muhit meni tirishib o'rganishga, har kuni 16 soatlab jafoliq ishlashga majbur qilmagan bo'lsa, bilimsiz odamdan bilimli odamga aylanishim zodi mumkin emas edi, deydi. Men nurg'un otoliq arboblarning muvaffaqiyat qozonish yo'li ustida tadqiqot olib bordim. Bu jarayonda intayin hayronlik ichida shuni bayqadimki, ajoyib muvaffaqiyatlarni qozongan bu odamlarning ko'pinchisining o'ngishsizlikka uchragan sarguzashtlari bor ekan. Foydasiz sharoit ko'p hollarda ularning tirishib ilgirlashidagi harakatlantiruvchi kuch bo'lgan. William James biz turayotgan nachar muhit bizga xiyolimizga kammagan cho'ng yordam berdi deb yaxshi aytgan. Shundaq. Balkim Milton ama bo'g'ashqilar eng esil asarlarni yezib chiqqandir. Ehtimol Beethoven gaz bo'g'ashqilar eng yiqimliq simfoniyalarni ishlab chiqargan bo'lsa kerak. Agar Chaykovskiy dastlabda qattiq umidsizlik his qilmagan bo'lsa, uning baxtsiz nikoh ishi uni o'zini judo qilish yo'liga minishga majburlamagan bo'lsa, balki kishiga lazzat bag'ishlaydigan muzika hasrat simfoniyasini yezib chiqolmas edi. Mobodo Dostoyevskiy bilan Tolstoylar g'oyat zo'r ruhiy azobga duch kelmagan bo'lsa, ularning dunyoga mashhur o'lmas asarlarni yezib chiqolishi hargiz mumkin emas edi. Agar men uzoq muddat kasalga mubtalo bo'lib qolmagan bo'lsam, deb yozdi jonliqlarning tadrijiy taraqqiyot nazariyasiga asos soluvchi Charles Darwin. Hozirgidek buncha ko'p ishlarni qila olishim mumkin emas edi. Buningdan ma'lumki, kasallik Darwinga ko'p yordam qilgan.
Angliyada Darwin tug'ilgan kuni Amerikaning Kentucky shtatidagi o'rmonliqqa joylashgan bir yog'och kapidami bir bola tug'ildi. Bu bolaning ismi Abraham Lincoln. Mubodo u bir oqsumak oilasida dunyoga kelgan bo'lsa, keyin cho'qim Harvard universitetidagi davlat universitetlarda o'qiy olgan hamda qonunshunoslik doktori degandek ilmiy unvonlarga erishgan bo'ladi. Mubodo uning baxtli oilasi bo'lgan bo'lsa, Getsburgda chin qalbidan urg'ib chiqqan, kishini ta'sirlantirib, yig'latib etadigan mashhur tarixiy asarlarni yozib chiqolmaydi. Shundaqla ikkinchi qitim vazifaga o'ltirish nutqida har qanday odamga yomonlik qilmayman, hamma odamga yaxshilik qilaman deb so'zlab, kishining yurak bag'rini eritib etadigan chiroyli so'zlarni qilmagan bo'ladi. Bu bir hukmronning xalq ommasi oldida qilgan eng yaxshi va tantanalik va'dasi edi. Harry Emerson Fosdick o'zining oxirgacha bardoshlik beroladigan kuch degan kitobida mundaq deb yozadi. Skandinaviyaliklarning normalarni shimol shamoli yaratgan deydigan bir jumla turoqlik iborasi bor. Bu so'zni esimizda ching tutishimiz lozim. Ba'zilar turmushning xotirjam, ozoda, o'ng'ishliq va mo'l bo'lishi insonlarning baxtli bo'lishidagi oldingi shart deb qaraydi. Bunday nuqtai nazarga men qo'shilmayman. Insoniyat tarixiga atrofliq nazar solsak, shuni ko'rib olamizki, mayli turayotgan muhiti qanday bo'lishidan qat'iy nazar, o'zining majburiyatini botirlik bilan ustiga olalaydigan kishilar kishilik turmushdagi baxtni his qila oladi. Sizlar o'zinglar bezar bo'ladigan limonni ezib, shirnisini ip baqsanglar qandaq. Balki muvaffaqiyat qozonasizlar. Mag'lub bo'lib qolsanglarmi, u sizlar uchun bir xil qimmatli sinoq bo'lib qoladi. Pasif omillarni aktiv omillarga aylantiradigan bundoq sinoq nazar doiramizning kengashiga turtki bo'ladi. U pasif ideyani aktiv ideyaga aylantirib, ijobiylikka ega hayotiy kuchimizni urg'utib, tirishib olg'a ilgirlashimizga ilhom baxsh etadi. Buning bilan allaqachon o'tib ketgan azobli ishlarga yepishib olishga vaqtimiz chiqmaydi. Madorimiz yetmaydi. Bir ketim mashhur skripkachi Oliver Ball Parijda muzika kechaligi o'tkazgan. U skripka chelayotganda skripkaning itarisi to'satdan uzilib ketgan. Lekin Ball buni deb chelishni to'xtatib qo'ymay, qolgan tarlarda chelayvergan. Turmushimiz shundoq bo'ladi, deydi Harry Emerson Fosdick bu ishga baho bergandi. Gitar uzilib ketgan taqdirdimi, muzikani qolgan ushlar bilan tugigacha o'rilishimiz lozim. Bu odatdagicha turmush emas. Bu g'oliblarning turmushi. Mubodo qo'limda huquqim bo'ladigan bo'lsa, William Boltonning turmushdagi eng muhim narsa muvaffaqiyat qozonish davomida naf elish emas. Bu hatto saranglarning qo'lidan keladi. Balki qanday qilib foydasiz omilni foydali omilga aylantirish. U aql, farosat va qobiliyatga muhtoj. Shunga u aqlliqlar bilan ahmoqlarning tub farqi bo'lib hisoblanadi degan mashhur so'zni tushqa o'ydirib, elimizdagi hamma maktabning oldiga ostirib qo'ygan bo'ladi. Ko'nglimizning xotirjamligi va turmushimizning baxt saodati uchun bu 6-prinsipni tirishib egilib olishimiz lozim. Navoda taqdir sizga bir dona ochiq meva ato qilsa, uni kuchingizning boricha ezib, foydali shirnisini ilib.